Assalomu alaykum. Ee, Men chiqyapman bu deyman. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Aziz vatandoshlar, hammalarning shu vaqtinglar muborak, xayrli bo'lsin. Biraz texnikal narsalar, biraz avar qilib qo'ydik. Hurmatli qarindoshlar, menga yaxshi to'g'ransizlar. Shu vaqtinglar xayrli bo'lsin. Men yana bir qitim sizlar bilan yuz ko'rishganimdan intayin xushalman qarindoshlar. Bugun qarindoshlarımızga, aziz vatandaşlarımızga o'tgan bir ayning yağı bo'lgan ba'zi bir ishlar to'g'riliq, ba'zi bir voqealiklar to'g'riliq o'z ko'z qarashlarimni deyishdan burun men qarindoshlarımızga bir hikoya aytib bermoqchi. Ya hikoya rost bo'lgan hikoya. Shuning uchun agar ko'rayotgan qarindoshlar bo'lsa, mening ovozim bor deb sanlar bo'ldi. Bo'lmasa technical mesele bo'lmasa men ketaverdim qarindoshlarimiz. Yil 1648-yili. Osmanlı'nın taxtida bir sarang podshohi, ya'ni nervisidan ketgan Deli İbrahim deydi. Sarang bir podshohi. Bu podshoh balkim Kösem Sultanning kinosini ko'rganlar bo'lsa, bu podshohni ko'rgan bo'lishinglar mumkin kinosida. Bu Deli podshohning avlodi bo'lmaydi taxtni davomlashtirish uchun. Shuning uchun Kösem Sultan onun anisi yani bu taxtning davomlashishi uchun shu saroyga nurg'unlagan qizlarni akildi. 300 dan ortiq qizlarning tug'anligi bayon qilindi shu jarayonda. Shuning uchun hatta ularning ichida filmda bu ko'rsatildi-ki 150 kiloluk işte bir kızlar var şunda semiz yani. Yani bir yerde demek çoğunun padişah saran yani kallısından ketken ama devletinin beşide. Bu devrede şu saran padişahı Deli İbrahim'in devrede Sivas'ın bir valisi var. Sivas'ın valisi Varvar Ali Paşa degen adam Sivas'ta valilik kılıvatkan. Onundikin bu her padişahının şunda bir açık kelgen vaxtida yoki şunda bir huyu tutgan vaxtida berip her qaysi valilardan qarşılık deb pul kesidi, yani mundaq aytganda bizga pul vermemse deb kesidigan ish var. Şu an bu Deli İbrahim'nin adamları Sivas'ның valisi Varvar Ali Paşa'nın aldığı 30 ming kömüş sorap vardı. Varvar Ali Paşa deydi, biz de yenili devletke becimizni төлep bulduk. Şu an hazır Sivas'ta hiç qanda pul yok valilikning qo'lida. Şu an men beremeymen deb bularni yo'lga saldi. Bular ketgandan keyin bu Varvar Ali Paşa hem doğusunu bir qulqum tinjigandı deb tursa, bu adamlar yeni kildi. Ama bu qitim o'xshamaydigan bir talab bilan keldi. Talab nima? Anatoliyadagi askariy qo'mondonlardan birisi bo'lgan İspir Paşa degan adamning ayali nayt chiroyliqmish. Shuning uchun Varvar Ali Paşa degan Sivasning valisidan İspir Paşa degan adamning ayalini, yani qo'mondonning ayalini podshohga yetkazib berishini buyurdi. Buyurgandan keyin Varvar Ali Paşa bunun bu nayt açık keldi. Hatta türkçüsüge men pezevenk miyim degan gaplardan tortib tarixga yozilgan ashta deganligi. Yani men bir qiz savdogarmi degan gap. Podshoh bo'lsa-mu, men qanday qilib bir musulmonning nikohlik ayolini yana bir odamga yo'llab bermay va podshoh bo'lsa-mu, men buni qilmayman deydi. Degandan keyin bu podshohning avatga odamlari podshohga qaytib berib, Sivas valisi Varvar Ali Paşa'nın buyruqqa xiloflik qilganligi, ya'ni isyon ko'targanligini bildirdi. Shuning bilan bu İbrahim Deli İbrahim Sultan bu Varvar Ali Paşa'nın isyon ko'tardi deb podshohning buyruqiga qarshi chiqdi deb bunu bastırış uchun askar avatdi. Avatgan askar kim o desanglar, uning o'zining ayolini so'ragan İspir Paşa'ni avatdi. Ve Sivas valisi ve Ali Varvar Paşa bir mezgil ilişkandan keyin teslim bulundu ve İspir Paşa onun kallısını aldı padişahının buyruguyla. Kallısı elinişten burun Ali Varvar Ali Paşa şunu deydi. Ulan deyyüz, men padişahı isyan ko'targan bo'lsam, senin ayolingning nomusini ve senin izzetini qo'dayman deb ko'tardim.
ulan deyüz deydi ve kallası ilanıdı. Keyin İspir Paşa, bu isyanını bastırgan İspir Paşa hatta örlep padişahdan kalsa ikinci orungu çörleydi. En yukarı orungu. Sadrazamlık küçük çıkıyordu yani. Ve sadrazam bulup hizmet kılıyordu ve ki ölüdü qerip. Ama 370 yıldan keyinki bugünkü günde halk onu sadrazamlığı bilen emas, padişahdan kalsa ikinci adam, ikinci mühim adam buluş süpütüde kılgan icraatları bilen emas, belki özünün ayalını qoğdaş üçün isyan köteygen adamның kallısını elip, hizmet köstüşar kılıp, sadrazam boğanlığı üçün halk onunla şunda bir lakam koydu. Lakami Deyüzü Ekber. Yani deyüzlerinin en uluğu, en çoğu. Dapşaklarının en çoğu degen gep. Ve bugün 370 yıldan keyin İspir Paşa'nı yine hem tarihçiler ve halk Deyüzü Ekber dep hatırlaydı. Yani halkның koygan bu lakımı ta bugünküçe ölmeydi, turdu. Hem de bu hikayenin neymiş için anlattım. Qarindaşlar. Yakında biz davamlıq muhacirette bir muncha narsalar chiqadi, kun tartibga bir muncha narsalar keladi, ama biz qaysi narsaning muhimligini qarab qo'yib, nada chek basmaydigan narsalarning talash tortishini qilib ketamiz. WhatsApp so'zlashib, mung'lashib ketamiz. Amaliyotda oldingi oyda nihoyat muhim bir narsa chiqdi. Ben bunu kim inkas kaytırdı, bunu kim hatta bunu aklaydı degan şekilde küz düşün. Özemli bir 25 gün chetki tartib qarab bakay. Bu to'g'risida kim inkas kaytırdı degan şekilde jimmidi tutdim. Bu nima deganda chiqqan narsa. Bizning Indigenous People'lar qurultayining 3 tane tweet'i chiqdi. 3 tane tweet'da deydi ki, biz Şinjanning mustaqilligi uchun kurash qilmadik. Şinjanның mustaqillik uchun kurash qilib baxmadik. Uningki hatta birsida bir chet ellik, bir amerikalik mustaqillik talab qilayotgan Uyg'ur tashkilotlari, ya Sharq Turkiston tashkilotlari deganda xatolashib qilib bizning Indigenous People'lar qurultayini sanab etib qapti. 3-cü tweet bununla cevap qaytargan bo'lib, "Hey palancha efendim, please clarify, yani iniq bilib iniq qilib ki Dünya Uyghur Qurultayı Şinjanның mustaqillik uchun harakat qilib baxmadi, kurash qilib baxmadi degan şekilde xato tushunib qolgan amerikalikqa tushuncha berish uchun yozilibdi yana bir tweet. Bunu ko'rgandan keyin bu 2012-yil aytilgan tweetga men 2012-yil Twitter'ni, 2013-yil Facebook'ni ishlatishni to'xtatgandim. Bo'lmasa ikkalasi 2006-2007-yil boshlagan. 2012 yıl Twitter'ın to'xtatib o'tkazgan, men ko'mab ekanman bunday bir tweetning aytilganini. Bu qitim bir qarindoshlarimiz buni chiqaribdi. Endi buningga qanday inkas qaytadi? Yani birinchi kallamizga kelgan o'ylagan narsam mening 2018-yili Nuriy Turkiyalni yiliqi muxbir sizlar mustaqillik uchun kurash qilyapsizlar degan vaqtida, yo'q biz siyosiy avtonomiya uchun kurash qilib keldik degan vaqtida biz undan savol so'ragandik. Ama hozir bu tweetlarga qarab şunu tushundik ki Nuriy Turkiyal efendim amaliyotda rost gapni debdiki aviyada. Yani chin yurakdan chin so'zlar rost gapni qilib o'tib qaptiki. Endi bu tweetlari chiqdi bularning. Chiqqandan keyin abay aytgan Deyüzü Ekber hikoyasidek buningmi bir deyüz kerak buni aqlash uchun bizdan. Deyüzü Ekberdan birisi chiqib, bilasizlarmi har qitim bir hayırlık bir narsa içilgan vaqtida birleri chiqib axlaydi. Ama bu kadar aniq biz Şinjanның mustaqillik uchun kurash qilmadik degan bu kadar aniq narsani aqlash uchun Deyüzü Ekberdan birisi chiqish kerak, shunaqmi? Tweetlarga oxirsida aqlash uchun bizning Indigenous People'lar qurultayining mabutlardan, musatlardan birisi Fu Shishu'nun şagirdi çıkıptı. Ve bunu aklıqlı çıkıptı bu 3 tweetni. Davam qildik, bir to'qay quruq gapdan boshqa bu yerda 3 tane nokta var. Yani Fu Shishu'nun Xitoy shogirdining gaplarida. Birincisi itiraf qilish var. Yani shunday bir jumlani ishlatibdi.
inidi pul bergeçke, pul berip doğaşka, ularni inidi pul berip, o pulagan teşkilatlarını ramkıga yap koydu depti. Ya bu yerde biz hem nimdeyimiz yani günaydın demdok, esselamu aleyküm demdok, ya amitofu demdok, ya fuşi şu Hristiyan boğan ki halalu ya demdok. Nimile desek değil ya ama ikinci cümle şu. Şavfu hoş geldin. Ya biz yıllardan beri davatkan gep bu şu. En iyi pulunu vergeçke müstakillik için küreş kırgızmaydı dağıtımız. Bunu itiraf kıpsa. Hem de ikincisi anadaki ahlaşkı ötüptü. Ahlaşkı ötken vaxtideki iki nokta var. Birinci nokta bularni ramkaga ap koysunmu bu indigenaslarni pul verip bular lobiychilik qilib qonun chiqaramish. Şavfonun gibi vücutkandı. Ben bir sual soray. Yani bugüngicha bir teşkilat biz lobiychilik qilib ma qonunni chiqardik diyelimdi. Yani bizden teşkilatlar lobiychilik qilib qonun chiqaramdi. Ya bo'lmasa chet elliklar ma vaziyat manda bo'ldi, sizlar uchun qonun chiqarib beraylik deb chiqargan, tayyorlagan qonunlarni ko'rib yiqinglar deb bergan vaqtida yutirib o'tamdi bizninkilar. 2009-yili yutib ketdi o. Ve hazır xalq biraz sərgək oğaşqa, qırğınçılıqdakın tişdi oğaşqa yutmaydigan boldu mu? Ya olmasa nöldən başlap manda qanun çıxırınlar deb lobiyçilik qilib, qanunun asasını berib, qanun çıxıralamdı bizden təşkilatlar. Bizden deydim yani bu indigenaslar. Şafunun deyişçe bula qanun çıxıramış. Ondan sonra 2009-yili çıqqan qanun, yutub ketgan qanun. Onun iş çıxmıdı bula qanun çıxıralsa. Algi üçüncüsü, lobiycilik qilib, irqiy qirg'inchilikni dunyoga tonutib etib demiş. Yani bu yerga bir amaliyotga qarab baqayli. Pompeo, Amerikaning tashqi ishlar ministri Pompeo, bizning vatanimizda bo'layotgan ishni irqiy qirg'inchilik deganda, Kanada parlamenti bu irqiy qirg'inchilik deb to'nigan vaqtida bizning indigenaslar bu medeniyet qirg'inchiligiga qarshi medeniyet yili deb 2020-yilda medeniyet yili e'lon qilib usul o'ynashga tayyorlik qilayotganmidi, unday emasmidi? Yoki bo'lmasa qaysi parlamentga lobiychilik qilib, o lobiychilik bilan irqiy qirg'inchilikni to'nidi? Qaysi parlament? Kim ya? Gollandiya parlamentiga bizning indigenaslar lobiychilik qilib to'nibdimi? Birisini dedi Fransiya parlamentimi, Yevropa parlamentimi? Bizden aktivist reis çıkıp dedi. Bu lobiyçiliklerin neticesinde irqiy qirg'inchilikni tonu deydi. Ama onun tekstini ben ekranda gösterdim. Bu yerde irqiy qirg'inchilik tonudik degan gap yok. Şunun için bizden Akbari Dayus'un aklaş ve kötəmçilik demesi biraz ameliyattan çetnep ketipti demekçimen. Şunun için hem de bu üç narsa çıkkandan keyin yani hem narsa yani menin şahsen bu indigenous people'lar qurultayı to'g'riliq bu oxirgi nuqtamiz bo'ladi. Endi bu indigenous people'lar to'g'riliq bir narsa deyishning, so'zlashning hojati qolmaydi qarindoshlar. Chunki biz mustaqillik uchun kurash qilmadik. Hatto Xinjiangning mustaqilligi uchun kurash qilmadik. Ey Amerikalik sen bizni xato tushunib qolsa, iniq qilib ol degan tweet agar buni 2012-yilda ko'rgan bo'lsam, men shu chiqqan vaqtida zaten bular to'g'riliq gaplarni qilib indigenous people'larni tushuntirib jumugan bo'lardim. Chunki niyatni oshkorlab bo'pti ekan. Burunda aytdim-ku, bular ya xoin ya döt deb. Hozir qarasam bular ham döt ham xoin ekan. Shuning uchun bu oxirgi nuqta bu yerda tugadi. Endi bu indigenaslarni ko'taradigan avtonomiya deb turib mustaqillik qilamiz yana bir to'qay quruq gaplar hammasiga partlab ketkish ko'tiranglarli deyishdim boshqa gap endi ishlamaydi qarindoshlar. Shunga nurg'unlagan tashkilotlar buni diqqat beramiki deb qarab tursam, yana o'xshash muhim nuqtaga diqqat bermay boshqa nuqtalarga ketadigan ish bor. Bizda bu hodisa bek eg'ir. Shunga bu Fushishoning shogirdi orqali indigenaslar tashkilotini aqlamoqchi bo'lganiga mening javobim bo'lgan bo'lsin va bu indigenaslar qurultayı yani bu indigenaslar qurultayı desekmi şərəf bo'ldi bularga bu munofiqlar qurultayı to'g'riliq mening oxirgi gapim bu. Bu yerda tugdi yani. Davomli shu avtonomiyachilik yo'lonlig'i meninglar sarangni desa ochiq keldi deb avtonomiyachi desak chanshimanglar.
Abdunumiyatçılar ve Xitaydan ağırlanmaydigan Şarkı Türkistanlıklar işçiden çıkan münafıklar işgalliganlarını nait eniq yazıp sizler oturuyorlar. Şuna bu ahirki gap, yani bunun dikin sizlerin tılga alsam, indigenizlar kurultayı emas, münafıklar kurultayı dep tılga alıman. Bu yerde tügüdü. Emdi yeni bir nokta menden bekçik uçurlar geldi, mesajlar geldi. Vatanga beriyotganlar to'g'riliq sizlar qanday qaraysizlar, siz qanday qaraysız degan noktada. Bununla kıskalı cevap bereyim qarindoshlar. Birincisi, vatanga qaytayotgan Uyg'urlar birinci bulup kimle qaytsin? Hazır Uyg'urlarning ko'p sonda vatanga qaytib berishi, bu Xitoyga viza og'zib, yalvarib, belqindaq divanidek, yılqındaq bicharidek şekilde numussizlarcha vatanga qaytishi. Birincisi, Pompeo'nun uyada bo'layotgan irqiy qirg'inchilik degan narsani kechirsizlar sözümni poq qiladi shu. Shuning uchun qaytadi. Parlamentlarning o'tkazgan qarorlarining hammasining oldida Uyg'urlarning yuzini, ya'ni Uyg'urlarni bir yag'anchi qilish uchun qaytadi. Bu aniq. Ama qaytayotganlar kimlar? Bular nima ish qiladi bag'anda? Bu nuqtaga diqqat beraylik. Birinci Türk'üm qaytayotgan, ya birinci Türk'üm ata-onasi kelganlar, Avustraliyadan ba, Melbourne'dan ba, Sydney'dan ba. Birinci Türk'ümdekiler bular hammasi şu 2016-17'den tartib Xitoy bilan aloqasi bor, Xitoyning odamlari. Birinci Türk'üm qaytayotganlar. Çünkü bir normal bir Uyg'ur, yani normal emas da bir numussiz Uyg'ur, ya vatanda qirg'inchilik bo'laversa, yani izzat atmay, shaxsiyatchilik qilib qaytaman deydigan bir Uyg'ur Xitoydan qo'rqaydi. Qaytishda bir xil taraddud qiladi. Qaytsam bo'larmi, qaytmasam bo'larmi deb. Bu taraddudsiz, bunda narsalarsiz birinci Türk'üm qaytganlar ular Xitoyning odamlari. Bu aniq. Endi oli ketgandan keyin keynidan ergishib qaytadigan Uyg'urlar bo'lsa, bu shaxsiyatchi, numussiz Uyg'urlar. Shaxsiyatchi, yani milyonlagan odam ashada qirg'inchilikka uchursa, bosqinchilikka uchursa, ashuni berip yana ben oynay alayman şeyde, urug' tuqqanlarimni ko'ra alayman deb bağanlar shaxsiyatchi. Ama bu bağan Xitoyning birinchi Türk'üm qaytgan Xitoyning odamlari bilan bu ikkinchi Türk'üm qaytgan shaxsiyatchi va numussizlarning qilgan o'rtaq bir ishi var. Nima ish qildi bular bo'lsa? Sizni va meni yoki sizni va bizni chaqirdi Xitoyga. Şu sorunlarda o'taganda o'tgan 5-6 yilning yağı deyishgan gaplaringizni, namoyish to'g'riliq, vatan to'g'riliq deyishgan gaplaringizni berib Xitoyga chaqirdi. Uni chaqmay qaytib kelishi mumkin emas. Çünkü bu bağa vaqtida hammasini kelasi bilan bir so'zlashimiz deydi, ma'qul deb bo'lib bordi. U yerda so'ragan savolga beshini akadisi, nima dopisini akadisi beshini qo'shib akagandek, bular dopisini deb berdiyse, beshi emas, belidan qo'shib ustini deb beradigan odamlar bor edi ekan. Va chaqidi. Bu aniq. Shuning uchun endi chet elda bu qirg'inchilik, bu qirg'inchilik bo'layotsa, biz vatanimizning oldida xalqimizga yuz kelmaymiz. Hozir basak mushumi to'g'rimi, bu ish xato degan milliy g'ururi, vijdoni va Uyg'urlar mavi ketganlar qaytib kelganda qanday qilasiz ular, qanday muomala tutasiz? Asli muhim narsa bu. Berib hammamizni chaqqili boradi va chaqidi. Qaytib kelganda qanday qilasiz? Yana voy falonchi kelibdi, vatanga berib kelibdi, menga vatandan qo'limizdan kelibdi, vatandan bijimizdan kelibdi deb yana ermash-chirmash bo'lamsiz yoki bo'lmasa arliq tashlamsiz. Chet eldagi muajiratdagi Sharq Turkiston deydigan qirg'inchilikda odamlar o'lgani xato, bizning xalqimizdan qirg'in qilingani Xitoyning vahshiyligi, bu bir jinoyat deydigan Uyg'urlarning tanlashi mush yerda aniq bo'lishi kerak. Bu vatanga berib kelganlar qaytib kelgan vaqtida dasturxonni silib, voy bunday qilsangiz, sizni mi chaqirdi keyingi qitim shu dasturxonni deyishgan gapingiz uchun. Gapingizni apirib. Shunga mayli birinchi Türk'üm en bir şeyde avantgard qaytganlar 2016'da 17-18'den tartib Xitoy bilan aloqasi var, qayillar. Onun ergishib qaytganlar olsa, apirib bizni chaqqili manganlar. Şoňla qaytib kelganda qanday muomala tutasiz? Bu sizdeki tanlash. Onundan başqa yeri hem de muhim emas uchun xalqarada bizning muajiratimiz ustuğu.
chet elliklar biz uchun ish qilamiz, kelingizlarga qonun chiqarib beraylik desa biz juda o'tamiz uni. Chet elliklar mana erkiy qirg'inchilik deb tonaylik kelinglar desa yo madaniyat qirg'inchiligi bu usul o'ymasak bo'lmaydi deymiz. Ondan keyin chet elliklar bu erkiy qirg'inchilikda meyada bo'g'ini manda Xitoyni jazolash kerak desa, guldir go'ppan vatanga qo'pab ma'miz. O anadaki en içinişleri, en gururluk, en vicdanlıklarımız mı? Vatanga ketkenler qaytib kelsa, sep tuzuşup uyimizga chaqirishga aldırap gitimiz. Yani Uyg'urlar yoki Sharq Turkistonliklar Xitoydan qutulaman desa, qarindoshlar, oldi bilan o'zining huyini o'zgartirish kerak, mohiyatini. Ko'k bayroqni vatanga qadig'anda qaytimiz. Biz ko'k bayroqni ilib qaytimiz deganlar bir tarafga ayrilish kerak. Mındaq keldi ketdi qag'ashning suyini chiqardiganlar bilan hem siyosiy lam emas, tashkiliy lam emas, ijtimoiy munosabatlarni kesish kerak, ayrilish kerak. Bo'lmasa ijtimoiy sorunda siyosat, siyosiy sorunda ijtimoiy to'y-to'ykin bilan nazarchiroq da'voning asosiy belgilgüç sorunu bo'ladi. Teşkilatның işçide sözleşilgen gapning hammasi qata joyda sözleşiladi. Ondan keyin u yerdan mundaq berib kelganligini sirtqi ishtirdigan bir mexanizm bo'lmagandan keyin teşkilatның işçide bo'linayotgan gap. Albatta teşkilatның işçide mümkinde Xitoyning adami va tashkilotlari bor. U yerdan ham qata joydan vatanga mangayverdi va bu da'vo shuning uchun mangmaydi chet elda. Bunun hem de en akırkı bir cümle bilen bugünkü gibimle tüytey qeyrindaşlar, kıskalı olsun. Mavu Tuğluk Hamid qeyrindişimizden bir gibi var o. Dünya Uyghur Kurultayı'na kirgenlik, Xitay Kompartiyasiga kirgenlik de bu cıhtaydı. Ben bu şu gibiga bir iniqlama berip koyayım. Bazı avazlarını anlayan birisi buluş bütün bilen. Yani Dünya Uyghur Kurultayı'na kirgenlik, Cumhur Kompartiyasi kirgenlik degan gap Tuğlukning gap emas. Bu Tuğluk tutulgan Dünya Uyghur Kurultayı'nın qurg'uvchilaridan birisi ve bayonotchisi Sharq Turkiston surgunlik hukumati qurilgan vaqtida bir haftadan keyin Beijingdagi Xitoylar bilan birlikda, Beijingdagi Xitoy hukumatining bayonotchisi bilan birlikda bu bizning munofiqlar qurultayining bayonotchisi birlikda bir kunda ikkisi bayonot berib Sharq Turkiston surgunlik hukumati Uyg'urlarga vakillik qilmaydi degan desinglarmi? Aşu bayonotchisi bo'lgan, to'liq tutib olgan Shvetsiyadagi Dilshod Rishitning gibi. Yani Dilshod Rishit to'liqqa deydi-ki, Fukan bu Dünya Uyghur Kurultayı'na kirgenlik, ameliyatda Cumhur Kompartiyasiga kirgenlik. Bu yerdagi adamlar en işçideki, en merkezdekiler, hemisi Kompartiya, Cumhur Kompartiyasiga ishlaydi degan gapni Dilshod Rishit degan. Ha, agarda bizning munofiqlar qurultayining aktivist raislari yoki xoin raislari chiqib, Dilyar Musabayning degan bu gapi yag'an desa desin, men ovozlarni qo'yib beray. Tamam? Shunga qarindoshlar, bugungi programma ya bugungi video mushagichi bo'lsin. Ammo Alloh amonat, vatanga qaytib ketganlar, qaytib chet elga qaytib kelgan vaqtida qanday muomala tutisizlar, bu bek muhim. Onundan keyin bu Deyuz Akbarga o'xshash bizning Amitov Deyuz Xitoy chiqib, bu 3 bitni axlag'ili chiqibdi. Uning javobimiz shu bo'lsin. Hamma Alloh amonat, inshaalloh Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun keskin qadamimiz bilan minishga davom qildiganlar. Biz bu yilgi kepinimizni kiyib chiqqan, biz ya o'limiz ya Sharqiy Turkistonni mustaqil qilamiz. Bu yo'lda mangayveramiz. Bunda chegaraning ichilishi, yepilishi va yoki Xitoylarning shogirdlari orqali bu davoni realistin chiqaraman deyishlari, ular bizga ishlamaslik kerak va ishlamaydi qarindoshlar. Shunga hammalar Alloh amonat, inshaalloh hammamizga Sharqiy Turkistonning tuproqning vatan suygusini versin Alloh va Sharqiy Turkistonni mustaqil qilguncha dodil mangadigan, hatto mal mulkimizni, jinimizni ato qiladigan, hamma nimamizdan kessakmi vatan mustaqilligidan kechmaydigan bir irodani bersin inshaalloh. Amallar Alloh amanat qarindoshlar.